Kechqurun reanimatsiyaga bitta qizni olib kelishgan, 14-15 yosh atrofidagi qizni. U qizda birinchi marta messenjni bo'lgan, hayz kelgan. Hayz kelganda qonni ko'rib qo'rqib ketgan. Qo'rqib ketib turib, o'sha ostiga paxta tiqqan. Qonni to'xtataman deb. Paxta tiqqan, paxta qonagan, yana bo'lgan, yana paxta tiqqan, yana paxta tiqqan. Endi 3-4 kun ichida shunaqa paxta tiqib, polni paxta tiqib o'rganda, oxir qon to'xtagan. Samasa bo'ladi. Paxta o'zi yutib olishini hisobiga. Lekin u yerda chirishini hisobiga infeksiya tushib, nagnayniya bo'lgan, yiringlashib boshlagan, keyin temperatura chiqqan. Ungacha hech kim bilmagan. U qiz ham prosta zakrit, hech kimga ayta olmagan dardini. U qiz o'ylab qo'rqib ketgan, prosta o'zi shu qon kelgancha qo'rqib ketgan. Hayz qo'ygancha. Keyin oxiri temperatura chiqib, banisaga borishgan. Banisaga borib tekshiruv va hokazo. Keyin oxiri u qiz aytgan, shunaqa menda qon keladi, qo'rqib ketib paxta tiqdim. Ungacha diagnoz ham qo'yish olmagan. Afsuski shunaqa qarashgan, diagnoz ham qo'yish olmagan, oxiri o'zi diagnoz qo'ygan. Bu yoqda qindi o'zi paxta bilan to'ldirib qo'ygan. Matka o'zi hamma yoq tugagan. Iponi matkasini qindi hammasini olib tashlagan. Kichkina qiz prosta onasini, endi bu yerda befaroslik deymizmi? Befarosatlik deymizmi? Shunaqa. Afsuski prosta onasini befarosatligi uchun, onasi prosta jinsiy tarbiya bermagan uchun keyin matkasiz qolib ketdi, bachadonsiz qolib ketdi. Endi qaytib bolali ham bo'la olmaydi.